saq qalğuchilarning xarakteri va Uyg'urlar. Yaqinqi 10 yildak vaqt jarayonida Uyg'ur millati Xitoy Kompartiya mustamlikachilarining ig'ir darajadagi irqiy qirg'inchilikqa uchradi. Mushundaq irqiy qirg'inchilik, urush va tabiiy ofatga o'xshash cho'ng o'ng'ussizliklarni o'z beshidan o'tkazgan kishilar va rak kasaliga o'xshash ig'ir kasallarga giribdor bo'lgan bemorlarning ba'zilari o'lib ketadi, ba'zilari bo'lsa hayot qoladi. Yana ba'zilari bo'lsa saq yoki hayot qilibli qolmay, yuqorqidek sun'iy va tabiiy baloyi ofatlarni yoki yomon taqdirlarni o'z beshidan o'tkazgandan keyin texmi kuchlik, texmi kuyimchan va texmi irodali kishilarga aylanadi. Bundaq saqalgan kishilar yomon taqdirga duch kelib, psixologiya va aql jihatdan burunqidan kuchli insonga aylangan kishilardir. Saq qalalig'an va saq qalalaydigan kishilar bir xil alayda mijoz xarakterga, ya'ni saq qalg'uchilar xarakterga ega kishilar bo'lib, bunda xarakterning bir qismi tug'ma bo'ladi. Yana bir qismi bo'lsa, tug'ilgandan keyin yetildirilgan va kuchaytirilgan bo'ladi. Saq qalg'uchilarning xarakteri bir xil krizis yuz berganda ko'pincha kishilar aloqsada bo'ladi, qitib qoladi yoki bo'lmasa nima qilishini bilolmay tipirlaydi. Ammo saq qalg'uchilar o'z ahvolini to'g'ri ko'zitib, aniqsizliklarni muvofiq tushunib, hissiyotini kontrol qilib, ijobiy yo'l tutadi. Ular bosh egmaslik va yangicha tushuncha hosil qilish orqali o'ng'ussizliklarni yuqori o'rlashning yangi bir baltig'iga aylantiradi. Saq qalg'uchilarda mundaq muhim alohidlik va ruhiy odatlar bor bo'ladi. Ahvolni aniq tushunish va uningga qarata realistik bo'lish, ya'ni tahdidni inkor qilmay, uni to'liq tunib yetish. Hissiyotni tangpunglashtirish, ya'ni vahima, g'azab va hasratga bosh egmay, ularga chidash. Moslashishchan va ijodkor bo'lish, ya'ni o'zgarib turayotgan sharoitga moslashish. Maqsadni va ma'nini aniq bilish, ya'ni qiyinchilik ichidami yangi nishonni tepish yoki yangi mas'uliyat turg'izish. Ijtimoiy yordam va hamkorlikni qo'lga keltirish, ya'ni o'zini yolg'iz qoldirmay, boshqalardan yordam so'rash va boshqalar bilan munosabatni yaxshi saqlash. Bulardan boshqa saq qalg'uchilar masalalarni oldin mo'ljallaydi yoki oldin o'ylanib tayyorlik qiladi. Eng nachar ahvolning yuz berishiga tayyorlik qilib, eng yaxshi ahvolning yuz berishiga umid bog'laydi yoki ham umidvor bo'lib, ham ehtiyotchan bo'ladi. Texmi ilgirlashga har vaqt tayyor turadi yoki o'ng'ussizlikni yangi pallaga o'rlashning bir xil fursati deb muomala qiladi. Saq qalg'uchilarning ba'zi xarakteri tug'ma bo'ladi. Yana ba'zilari bo'lsa, o'qish, burunqi tajriba saboqlarini yakunlash va amaliyotdan o'tkazish orqali vujudga keladi. Uyg'urlar 2014-yildan boshlab Xitoy mustamlikachilarining irqiy qirg'inchiligiga uchradi. Uyg'ur nufusining bir qismi o'ldirildi, yana bir qismi lagerlarga solinib qiynaldi. Qattiq nazorat ichiga ilindi. Bolalar ota-onalardan ayirib etildi. Uyg'urning tili, madaniyati va milliy kimligi yo'q qilindi. Diasporada yashayotgan Uyg'urlar uchun saq qilish yangi bir xil hukm beradigan bo'ldi. U bo'lsa-mu, ota-ona va yaqin urug' tuqqanlarining hozir bor yo'qligini, bor bo'lsa qandaqroq turayotganligini bilolmay yashash, kollektiv holda qayg'uga petish hamda adolat va erkinlik uchun to'xtamay kurash qilish. Shuning bilan diasporadagi Uyg'urlar hozir saq qalalig'uchilarning xarakteriga burunqi har qanday vaqtdagi qaraganda bakrak ehtiyojli bo'lib qoldi. Ya'ni hozir chet eldagi Uyg'urlar bir tarafdan millatning beshiga kelgan ig'ir fojiaga chidashga majburlansa, yana bir tarafdan ig'ir azob-uqubatni kuchga aylantirish taqdiriga duch keldi. Saq qalg'uchilar ahvolni to'g'ri mo'ljallash, hissiyotni muvofiq kontrol qilish, moslashishchan bo'lish, aniq maqsadga ega bo'lish va atrofidagilar bilan kuchli hamkorlik munosabati turg'izish va uni saqlash qatorliq psixologik alohidliklarga ega bo'ladi. Bularning hammasi tug'ma sifatlar bo'lmasdan, ularni kishilar o'z hayoti jarayonida yetildiradi. Chet eldagi Uyg'urlar o'zlarida ashundaq mijoz xarakterlarni yetildirib, o'zlarining xususiy turmushini sog'lomlashtira oladi. Shundaqla Uyg'urlarning kollektiv harakatlariga yordam qila oladi.
ahvolni to'g'ri mo'ljallash va realistik bo'lish. Saq qolg'uvchilar yo'liqqan ahvolni inkor qilish yoki umidsizlanish pozitsiyasida bo'lmay turib aynan ko'rdi. Uyg'urlar uchun irqiy qirg'inchilik va u keltirib chiqargan g'oyat zo'r ziyonlarni aynan tushunish to'limi muhim. Beshimizga kelgan ig'ir azob-uqubatlarni bexatar o'rinlarda boshqalarga aytish, yiziqchilik va adabiyot orqali hamda jamoat ichida aynan o'ttirib qo'yish orqali sukut ichida tortayotgan azobni hammalarning o'rtaq tunishiga aylantira olamiz. Reallikqa aynan yuzinish orqali hayotni omonsizlik ichida isrof qilishni oqilanlik bilan ish ko'rishga o'zgartiramiz. Hissiyotni tangshash. Saq qolg'uvchilarmi andish qiladi, g'azablanadi va hasrat chekadi. Ammo ashundaq hissiyotlar tarafidan palach odamga aylanib qolmaydi. Muhojiratdagi Uyg'urlar uchun o'z-o'zidan xabar olish hargizmi shaxsiyatchilik bo'lmasdan, balki u qarshilik ko'rsatish tadbirlarining birisi bo'ladi. Ehtiyotkorlikni takrorlash, ruhiy jihatdan davolanish, duo, ibodat qilish va ko'nglini ijobiy usulda ifodalash orqali Uyg'urlar andisha, g'azab va hasrat qatorliq kuchli salbiy hissiyotlarni aniq tushuncha va harakatlantiruvchi kuchga aylantira oladi. O'zini sog'lomlashtira olgan kishilar boshqalarga yordam qilish iqtidorini kuchaytiradi. Moslashishchanlik va ijodchanlik. Chet ellarda har qaysi davlatlarga tarqalgan Uyg'urlar yangi til, yangi madaniyat va yangi siyosiy tuzumga moslashishi kerak. Saq qolg'uvchilar o'zgarishni o'zlari uchun foydali narsaga aylantiradi. Uyg'urlar o'zlarining moslashishchanligini oliy maktab, texnologiya sohasi, media va siyosiy institutlarda kuchli kishilik munosabat to'rlarini barpo qilish qobiliyatiga aylantirib, surgunda xalq bo'lib yashash holatini lobbichilik qilish va madaniyatda qaytadan gullanish sahnasiga o'zgartiradi. Ishning maqsadi va ma'nosi. Saq qolg'uvchilar azob-uqubatdanmi qimmat va ma'no topadi. Uyg'urlarning erkinlik va milliy kimligini saqlab qolish uchun ilib berayotgan kurashi ularni chidag'siz ziyonlarga bardoshlik berishdagi maqsad bilan ta'minlaydi. Balalarga ona til o'g'itish, beshidan o'tkazgan ig'ir kunlarni boshqalar bilan o'rtoqlashish, faoliyatchilarni qo'llash va Uyg'urlarning hozirgi ahvolidan dunyo jamoatini xabarlantirish ishlari chet eldagi Uyg'urlarning hasratini, vatanda vayron qilingan xalqni sharaflantirish yo'lidagi ulug'vor burch va vazifaga aylantiradi. Ijtimoiy munosabatlar. O'zini yolg'iz qoldirish qarshilik ko'rsatishning dushmani. Saq qolg'uvchilar boshqalardan yordam so'raydi va atrofidagilarda ishonch tiklaydi. Uyg'urlar diasporadagi tashkilotlar, yoshlarni yetaklash guruhlari va ruhiy jihatdan yordam qilg'ich o'rinlarning yordami bilan cho'qim yuksak birlikni amalga oshirish kerak. Birlik yolg'iz shaxsiylardagi yara zaxmlarni saqaytib qolmay, Uyg'ur jamoatining kollektiv ovozini kuchaytirdi. Oxirgi so'z. Amerikada 1934dan 2009-yillargacha yashagan bir psixolog, ma'rifchi va tadqiqotchi bor bo'lib, uning ismi Al Sebrit. Sebrit apandi kishilarning o'ng'usizligi bosh egmaslik va hasrat ustidan g'olib kelib, davomli yuqorgi o'rlash aloyidliklari haqidagi asarlar orqali dunyoga tunilgan bo'lib, uning asarlari ichida Saq qolg'uvchilarning xarakteri degan bir kitobim bor. Mening mazkur yozmada bayon qilganim o'zimning ashu kitobdan olgan tushuncham va uningdan erishgan ta'sirotlarimdan iborat. Saq yoki hayot qilish deganlik hargizmi passiv yashashni ko'rsatmaydi. Balki u o'ng'ussizliklar ichidami o'zini tashabbuskorlik bilan kuchlantirib yashashni ko'rsatadi. Hozir ko'pincha Uyg'urlar ana shunday aktiv yashab, o'zini qutuldirib meng'atadi. Ya'ni ko'pincha Uyg'urlar hozir zulm ichida yashab turibmi, o'zlarini aktiv holda kuchlantirib ketyapti. Hozirgidek bir halqiliq davrda diasporadagi Uyg'urlar vaziyatni to'liq va to'g'ri tushunish, hissiyot va ruhiy jihatda kuchli bo'lish, moslashishchan bo'lish, hozir hayotdan ma'no tepish va boshqalar bilan kuchli munosabat o'rnatish orqali o'zlarining ruhiy sog'lomligini saqlab, adolat va erkinlikka erishish yo'lidagi kurashini uzun muddatgacha davomlashtira oladi. Boshqalarning ruhiy yarasini saqaytish va Uyg'urlarning birligini saqlash yo'lida qilgan har bir yaxshi amal Uyg'ur millatini saqlab qolish yo'lida olgan bir ijobiy qadam bo'lib hisoblanadi.
hozirgidek sharoitda saq yoki hayot qala oladigan har bir Uyg'ur vatanni ozodlikqa erishtirish yo'lidagi umid mash'alini ko'tarib mengayotgan bir Uyg'ur qahramoni hisoblanadi.